Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda biz Abdursul Tursun afandining Tijorat va Hisobot nomli kitobi haqida suhbat quramiz. Suhbatimizga qadam tashlab qolgan ikki aziz mehmonni tanishtirib o'tay. Tijorat va Hisobot nomli kitobning muallifi Abdursul Tursun afandi. Şinjan Universiteti İqtisad Başqurish fanlari institutidan iqtisod fanlari doktori Muhammadcha Yasin afandi. Ularning beshin qatirayotgan shirkatning masalaları asosan o'xshash masalalarga. Abdursul afandi, qo'limdagi sizningki Tijorat va Hisobot nomli kitobingiz. Siz bir tijoratchi, hamda bir tijoratchi turib qaytarib qilib, buningki amaliy nafirdig'ana, lekin qo'llanma xarakterdagi tijorat hisobot nomli tunji kitobingizni yozib chiqibsiz, kitobingizni o'qib chiqib so'yindim. So'ynishim nimdan bo'ldi deganda, siz tijoratchi bo'lib qolmay, shu tijoratningki ma'lum bir nazariy asosini, ma'lum bir nazariy natijasini va amaliyotning natijasini mush kitobingizda chiroyli amaliy qilib aks ettirib beribsiz hamda. Sizdan so'rg'im keladi, kitob yozish tasrahmikan yoki pul tepish tasrahmikan? Albatta, kitob yozish haqiqatan taskin. Men kichigimdan tatiblam kitob ko'rishga havas qilyaptim. Bo'lib shu so'z tijoratga oid kitoblarni ko'proq ko'ratdim-da. Mening tijorat bilan shug'ullanishimga shu kitoblarning yordami intayin ko'p bo'ldi. Hisobot qo'llanmasini tuzish jarayonida asosan nurg'ulagan jadvallarni ratlab tuzib hisobot qo'llanmasini bitirib bo'ldim, lekin bu quruqlam jadvallar bilan bir hisobot qo'llanmasi tuzilsa, ya'ni tijoratchilarningki amaliy qiyinchiligini hal qilishga degandek bir yaxshi qo'llanma sifatida yaxshi bo'lmasligi mumkin deb o'ylab, bunga tijoratning asos qoidalarini, ya'ni qanday boshlash, qanday davomlashtirish, qanday taraqqiy qildirish degandek masalalarni kirgizib, o'zimniki tijorat amaliyotlari asosida to'plagan tajribam asosida tijoratning nimaligini bir sharhlashniki muhimligini his qilib, bu kitobni tuzishga kirishib ketdim. Nurg'un tijoratchi, korxonachilar bilan fikrlashdim, nurg'un materiallarni ko'rdim. Shu orqali bu kitobning mazmunini beyitishga kirishdim. Nurg'un jafo mushaqqatlarni yesab, o'zimning tijorat amaliyotlari asosida tajribalarni, boshqa materiallardan boshqa tijoratchi korxonachilarni ziyorat qilib, shularning tajribalarini qo'shib yozib chiqdim. Muhammadjon, odatda ba'zi asarlarga qaraganda shu savdo tijorat, hunar kasbga oid bo'lgan asarlarningki o'qirmanlarning siniqini o'tmaga sal ta'sir. Chunki bu xildagi asarlarda cheklimalik bo'ladi. Cheklimalik bo'lgandimi, zo'r darajada bo'ladi hamda. Qanday cheklimalik deganda bu kitoblar cho'qim vaqtning, taraqqiyotning, davrning, makon zamon bo'shliqlariningki siniqidan shunaqlar talabidan cho'qim chiqish kerak va o'tish kerak. Undaqda bu kitob oldi bilan sizdek shunaqa bir iqtisod fanlar doktori, iqtisodni tadqiq qiladiganlar uchun aytgan chaqda siniqingizdan o'tadi deb qaramsiz. Endi bunda bir gap bor. Iqtisod fanlari deydiganda shu 1776-yil Adam Smith'ninki shu dastlabki shu iqtisodiy fanlar to'g'risidagi ba'zi analizlari, tadqiqotlaridan boshlab hisoblagan chaqdimi? Buning o'zi uchliq bir fan asosi bor. Biz shu zamonning, makonning o'zgarishi, vaqtning, zamonning taraqqiy qilishi, shu jarayonda ba'zi bir xil ufqumlar taraqqiy qilib boradi deymiz. Endi xuddi bir fizik, ximiyaning ba'zi bir asosiy nuqta nazarlari bo'lgandek, iqtisodiy fanlarning ba'zi biz tayinlagan asosiy bir qiliplari bo'ladi. Endi savdo va tijorat yana iqtisodiy nazariyadan yana farqlandi. Buni amaliyotchilar kuchli bo'ldi. Shunga chet eldimi? Masalan, iqtisod fanlari aniqdan savdo va boshqarish tijoratiga ayirib turib so'zlaymiz. Endi buningda masalan chet elning korxonalariga nisbatan aytgan chaqda ularningki eng masalan hozir boshqa turadigan ahvollari, masalan shu yerlarda dars o'tish, korxonalarga maslahatchilik qilish jarayonida mening o'zimning his qilganlarim. Anondan meyga qaytib kelgandan keyin shu 1 yildan ortiq vaqt bo'lib qoldi. Shu jarayonda Xotan, Qashqa, Aqsu, Turpan, G'ulja shu yerlarga tushib, ba'zi tarbiyalashlarni olib bordik, undan ba'zi korxonachilar bilan tanishdik. Qiziqarli yeri mayli chet elda bo'lsin, mayli bu yerda bo'lsin, korxonachilar uchrayotgan umumyuzlik masalalar ularning beshin qatirayotgan shirkatning masalalari asosan o'xshash masalalar ekan. Masalan, odam kuchini boyligini boshqarish, tartibga solish, ixtisosli xodimlarni saqlab qolish, shirkat madaniyatini barpo qilish, shirkat ro'yin turg'izish, moliya ko'rsatkinchlari,
şirket qurilmasini a'lolashtirish hamda balkim shu darajasi o'xshamasligi mumkin biz nisbatan hamda bir boshlang'ich saviyada bu ishlarni tartibga solib menayotgan bo'lsak ular nisbatan yuqoriroq saviyada shuni tartibga solib menayotgan bo'lishi mumkin shu bir shirkat bo'lish sifati bilan u mangu o'zini isloh qilish taraqqiy qildirish tartibga solish deydigan bu jarayon mangu tugamaydi ekan shunga hamda bayatın degandek mav kitap bu abdur Abdursul Efendi özümü bunu şerhlab o'tdi. Mush nihoyat bir kichik nuqtalardan tortib, masalan shu bir tijoratning o'rnini bekitishdan tortib, setishgacha, e'lon tashviqotdan tortib, xaridorlarga bo'lgan muomalagacha, moliya bir qism bir xil asosiy jadvallaridan tortib, yillik planni tuzashgacha hamma mazmunlar bizning shirkatlarimiz biz yoki bir tijoratchilar davomli bir duch keladigan masala. Bu nuqtani aytganda, endi bizning hozirgi shu Uyg'ur tijoratchilar bir milliy korxonalar uchun aytgan chog'da shunda bir universal qo'llanmaning bo'lishi meningcha endi bir yaxshi ish deb qarayman. Bir ko'rsatib beradi, lekin asos yo'lni ko'rsatib beralaydi deb qarayman. Boy bo'lishdan burun avval odam bo'l. Qo'l tepishdan burun avval bir odamlikni o'rgan deb boshlabdi. Abdursul Efendi kitobingizning beshida boy bo'lishning turli tuman yo'li bor. Tijorat va hisobot nomli kitob sizga boy bo'lishninki yo'lini birdan-bir aytib beramiz-mi? Asas yo'lini, boy bo'lishning asas yo'llarini aytib beralaydi deydigan takmishdan bir gapingiz bor ekan. Bu gap reallikka nisbatan sal cho'ng gap bo'lib ketib qoldimi yo? Yo'q, bu narsa deyishimda tijorat deganning hozirgi jamiyatimizdagi tijorat haqiqatan necha ming xil tijorat turi bor. Lekin shu tijoratning asl ma'nosini aytgan chog'da buning ishlab chiqarish halqasi, setish halqasi, mulozimat halqasi qatorliq halqalardan o'tkazildi. Endi mayli biz qaysi turdagi tijoratni qildik, buningda mahsulot, mulozimat, xaridor, baho qatorliq muhim omillarga cho'qim ahamiyat beramiz. Men so'zlab o'tgan vaqtdagi muhim omillar mening bu kitobimning tijorat bo'ligidagi mazmunlarda tafsili sharhlab o'tilgan. Ham buni o'zimmi hisobda 9 yillik tijorat amaliyotlarim asosida ishimni o'tkazib, har holda yaxshi bo'lgan iqtisodiy unumga erishib kelyapman. Shunga men bu kitobdagi shu tijorat qismidagi yo'llarni bir ko'rsatib beraman, lekin asos yo'llarni ko'rsatib beralaydi deb qarayman. Konkret aytganda qaysi yo'llarni masalan tijoratning? Masalan, tijoratni qanday boshlash? O'zimizning kasb alayligasini sen tur tanlash, o'rin tanlash, ki mahsulot chiqarish, mahsulot kirgizish, shuning baho belgilash, xaridorlarga qanday mulozimat qilish yo'llarini men bir tafsili sharhlab o'tgan. Demak, shu yuqori deganlaringizning hammasi o'zingizning beshidan kechirgan shunaqa. O'zim shu tijoratda hammasini boshdan oxiri amaliyotni o'tkazib, shularning unumini ko'rib, andan keyin yozib chiqdim. Kitobingiz qarsam, shu tarafdan siz asosan nimaga javobsiz desa, shu fursat bilan shu pozitsiya masalasiga bakroq bog'labsiz kitobni o'qidim. Kitobdimmi? Men sen boy o'laman desam, sen fursatga tayan, pozitsiyaga tayan, pozitsiya to'g'ri bo'lsin. Qarsam asarda musharraf bir yakun chiqib qolganidagimi his qilib qoldim o'zim hamda. Shu fursatni ching tutish bilan tijoratga nisbatan pozitsiyaninki to'g'ri bo'lish masalasini bakroq ta'kidlabsiz buningda. Demak, bu munoyib muhim masala. Fursatni tutanmasdan turib, pozitsiyani, tijoratga pozitsiyani to'g'rilamaydan turib, o'zimizning tijoratga aql farosatimizni joriy qilmasdan turib biz boy bo'lish maqsadiga yetolmaymiz. Mehmetcan efendimde sizmi tijorat va hisobot nomli kitobni o'qidingiz, o'qish jarayonida kitobdan muayyan usul oldingiz, muayyan ta'sirotdan oldingiz. Shundan qaraganda shu tijorat va hisobot nomli kitob o'qirmanlarimizga qanchalik amaliy naf bera oladi? Bir nechta turli taraflardan naf bera oladi. Buning ichida ham nisbatan muhim bo'lgani mush kitobningki boshlanishidan birinchi mazmunda bu aytqani sen boy bo'lishdan burun avval odam bo'l, qo'l tepishdan burun avval bir odamlikni o'rgan deb boshlabdi. Bu nima uchun bunday bo'ldi deganda, endi biz bir tijoratchi bo'lish sifatidan yoki bir korxonaning xo'jayini bo'lish sifatidan biz davomli bir mahsulotni ishlab chiqaramiz va sotamiz. Ba'zi bir chog'larda bir xil mahsulotlarni import qilib yoki ularni bir obrot sifatida boshqalarga yetkazib beradiganlar men ishlab chiqarmayman, faqat molni shu setib akirman, anken sotaman
deb o'ylab qilishi mumkin, lekin butun tijoratning oldi keyinda cho'qim ma'lum ma'nodagi ishlab chiqarish omili bo'ldi. Buni qanday tushuntiramiz deganda, masalan, siz bir shirkat bo'lib suhbatingiz bilan siz bir mahsulotni akirdingiz va uni sotmoqchi bo'ldingiz. Bu mahsulot, u bir tovar qismi, sizning sotadigan shu umumiy mahsulotingizning bir tarkibiy qismi. Endi siz albatta uning sifatiga kafolatlik qilishingiz kerak. Bu birinchi bizningki mahsulotimizni g'alabalik sotib chiqarishning asosi, shundaymi? Ham shuning bilan qo'shib siz nimani sotasiz desangiz, inovatni sotasiz. Bu bir qatam sotish bilan bo'lmaydi, shundaymi? Demak, bu yerda ishlab chiqarishdan sirt, ya'ni biz bozor deydigan bir hukm kirdi deganga. Endi yana nimani sotasiz? Ma'lum ma'nodagi obrazingizni sotasiz deganga. Andan keyin siz mushu butun setish jarayonida o'zingizning jamiyatda hosil qilgan, abayman deganda belgilik bir xil o'rningiz va o'zingizning samimiyatingizni sotasiz deganga. Eng oxirida desa, boshqalardan farqlanadigan ideyangizni sotasiz deganga. Demak, bir tal hatto shu oldimizda bir kitob turibdi, bir piyol, stakan turibdi. Bularni sotdim degan gap noqulmish tovarni sotish emas. Mushlarning atrofidagi ko'rinmaydigan barliq mavhum narsalarni mushlarga jug'lab, biz haqiqiy boshqalardan farqlantiradigan mahsulot ishlab chiqarib sotamiz degan gapda. Uning ichida boy degandek tovar, inovat, obraz, ideya hamma narsa jug'langan bo'ldi. Shunga ma'lum ma'noda aytganda, ularni ishlab chiqaruvchi bo'ldi. Noqul bir odatdagi bir sotuvchilarmi ma'lum ma'noda aytganda ashunda bir xil ko'rinmas mahsulotni ishlab chiqarib sotuvchi bo'ladi degan. Endi abayman degandek sifatki mahsulotning sifatiga odamiylik, samimiylik, diyonat aralashadi. Inovatga aralashadi. Andan keyin obrazga aralashadi. Yangi ideya shakllantirma desangizmi, diyonat, odamiylik asosida shakllanadi. Shunga butun bir tijoratning g'alaba qilishidagi mushu omillarninki asosi yana shu odamiylik, samimiyat, diyonat bo'ldi degan gapda. Anda bo'lgandan keyin mush kitobning hamda mush so'zdan boshlangani, balkim bizning keng korxonachilarimizga, shirkat xo'jayinlariga, o'sha tijoratchilarga balkim bir tijoratning bir to'g'ri yo'liga dastlab to'g'ri usul bilan kirish, diyonat bilan, odamiylik bilan, insonparvarlik bilan, bir ijtimoiy mas'uliyat bilan kirishni ko'rsatib bergan bo'lish mumkin. Menimcha mush jihatdan beradigan naf cho'ngroq bo'lishi mumkin deb qarayman. Ko'rdim dedik, endi shu pul topquchi yo'l top, undan keyin uningki pul topquchi yuz top deydigan variantlarim bormi bu qatamsizdan. Mishadagi yo'l Mamajonning gapiga men yondashsam, mishadagi yo'lni siz Mamajon boy degan shu tijoratchi bo'lishdan avval sen odam bo'lishni o'rgan. Odam bo'lishdan boshla tijoratni degan shu tarafga tushamdikin demishadagi yo'l. Amaliyotni o'tkazib kerak kuch sarf qildim. Qancha buni darhol o'zining tijorat amaliyoti jarayonida ishlatsa, biz buni yaxshi kitob deymiz. Abduruslan apandi, sizmi 9 yillik tijoratchi ekansiz. Undaq bo'lsa, shu kitobingizga shu 9 yillik tijoratingizdan, tijorat jarayoningizdan hosil bo'lgan hosilotlar qanchalik darajada singdirildi shu kitobingizga? O'zimniki kitobida ya'ni birinchi boshlangani shu tijoratchilikni o'rganishdan burun odam bo'lishni o'rganish. Andan keyin pul tepishga tur tepish, xaridorlar bilan mulozimat qilish usullari. Yana bu kitobning jini bo'lgan hisobot qismi. Ya'ni bu hisobot qismidagi yillik iqtisodiy plan turg'izish. O yillik iqtisodiy planni oylik planlarga bo'lib ijro qilish. Ankin oyning boshida oylik iqtisodiy plan turg'izish, anki kunlik kirim chiqimni hisobot xotirasiga tafsiliy xotirlash, oyning oxirisida xulos qilish usullari tafsiliy sharhlab o'tib, o'zim yaqinqi 4 yilning yoqi mushu kitobdagi usullar bo'yicha amaliyotdan o'tkazdim. Endi mushu keyindagi hisobot qismidagi jadvallarni o'zimning 2009-yilning oxiridan boshlab 2010, 2011, 2012 shu 4 yilda rasmiy shu kitobdagi jadvallarning talablari bo'yicha o'zim rasmiy amaliyotni o'tkazib bekerak kuch sarf qildim deb qarayman. Bu qaysi qismga bekerak kuch sarf qildingiz? Ham shu hisobot qismi o'zimning rasmiy kunlik savdo, kunlik tijorat nimasida ayrilmaydigan bir qismi. Mening nima oyning boshida men cho'qim iqtisodiy plan turg'izman. Bir kun atgan do'kon ochib, kechda do'kon taqgan chaqda hisobotni qilib, qanchalik kirim bo'ldi, qanchalik chiqim bo'ldi, uni cho'qim xotirlayman. Oyning oxirida cho'qim xulosani chiqaraman. Mushu hisobot qismidagi jadvallarga meniki yurak qanim bekerak singdi deb o'ylayman. Hisobotga bak inchikkansiz shuni qaraganda, kitobning jini
hisobotda shu hisob kitob qismi deganda keyin men nima o'yladim deganda shu iqtisodga hisobotga intayin inchik ekansiz ham shundoqlar astoydillik bilan muomala qilib ham tejashli bo'lish ham amaliyotchan bo'lishdak shu bir tarafni ishga oshiribsizda bundoq deyishimlik sabab endi biz tijorat qilyapmiz. Tijorat qilayotganimizniki foydasini, unumini nima ko'rsatib berdi? Dal bizning hisobotimiz ko'rsatib berdi. Biz hozir jamiyatimizda nurg'un tijoratchilar qilyapti. Ularni qildig'ini hisobot xotirlamaganki, faqat qanchalik pul borligini taxminan o'lchalaydi. Qanchalik foyda ziyon bo'ldi, uni aniq bir narsa sansipirini deyamaydi. Taxminanlar munchalik atrofida deydi. Mana bizniki o'zimning hisobotida ham tijoratning asosiy qoidalari uchun mengib hisobotni vaqtida qilib manganki o'zimizning ko'nglida va o'zimizning tijoratiga nisbatan bak aniqsan bo'ldi. Sansipirlar shundaq darajada shu o'liq kesir chektigicha shu mo punglag'icha pungi pul yo'q endi hisobda mo'g'icha aniq xotirlangan. Mehmetcan siz chet ellarda shu savdo tijorat bo'yicha shu iqtisod ishlari bo'yicha siz ilm tahsil qildingiz ham mush haqda izlanishlarda xizmatlarda bo'ldingiz. Ondaqda sizningki mush xildagi o'qigan kitoblaringiz bilan mazkur kitob ya'ni tijorat va hisobot nomli kitobningki bir selishtirumi o'yi paydo bo'ldimi? Chet ellarningki kitoblarda qanday ko'pincha desa, bular ko'p kasblashgan bo'ldi. Masalan, maxsuslashgan bo'ldi endi. Hozir bizningki qo'limizdagi tijorat va hisobotda endi biz universal nuqtadan chiqish qilib, bayotin degandek shu tijoratning o'rnini tanlashdan tortib setish xaridorlar bo'lgan muomaladan tortib moliyaviy to'xtam planlarni tuzishgacha eng oxirida bizningki shu setishni ilgari surishdan tortib shu qonuniy ba'zi bir shirkatning hujjatlarini yezish bo'lgan hamma mazmunni o'z ichiga olgan. Endi chet elningki shu savdo turidagi kitoblarning aloyidligida mushning ichidagi bir mazmunni tutadi va oshni cho'nqurlab taqdirga tushadi. Shunda bir analiz qilib yozadi. Endi chunki ularda nima desa, xeli burunlam bunda universal xarakterdagi kitoblar allburun dunyoga to'nilib chiqib bo'lgan degan gapda endi. Bunda bo'lgandan keyin hozir endi u yerda shunday kasblashish, maxsuslashish bakrak kuchli. Endi ma kitobning universalligi nuqtasidan aytgan chaqda albatta buning o'zi aloyidligi bor. Chunki hozirgi biz ma'bay deganda keng shirkat xo'jayinlar ulamdi, korxonchilar ulamdi, tijoratchilar ulamdi. Bizning shunga o'xshash bir universal har kuni o'zining ishlarida uchrab turadigan o'sha masalalarni davomli hal qilib turadigan yoki hal qilishga foydasi bo'lgan ashta bir nuqta nazarlarni ularning bir foydalanish sifatida maydonga kelishi yaxshi ish. Shundaymi? Bu bir farq. Chet eldagi mustaqildagi kitoblar bilan ma kitob yozilgan kitobning bir farq. Hamda o'xshashlik nima deb ifodalandi? Eng chong o'xshashlik nima desa bu bizningki bu Abduslar Pandi o'zimi shu 5dan o'tgan tajribasi asosida anondan keyin bo'libmi shu ham birsi MBA Chinxua universiteti MBA tarbiyalash kursida bilim oshirgan azroq bir g'arbningki misol sanoat boshqarish to'g'risidagi nazariyalar to'g'risida azroq o'zini tavlagan taraflari bor. Yana bir jihatdan nima desa, bu nurg'un noyez bozorlarga tushib, shu abaysiz degandek qo'lida hech nima yo'q eglik tiklab, ashundoq ko'klab chiqqan ashuna korxonchilarda nurg'unlarini ziyorat qilib, anadagi mushtaq o'zining 9 yil, shundaqmi? Tijorat amaliyotida shakllantirgan mushtaq bir tajribalarni mushuni mujassamlashtirib bir yozgan kitob bo'ldi degan gap. Ammo unda bo'lgandan keyin o'zining butun dehontligi bilan, o'zining butun shu bir xil amaliyot tajribasi bilan yozib chiqqan kitob dalilga chet elning kitob yozish uslubi bilan o'xshaydi-da, mushqildagi kitoblar. Qanday desangiz, bularningkida qancha oson tushunsa anandan keyin qancha buni darhollam o'zining tijorat amaliyot jarayonida ishiltalisa, biz buni yaxshi kitob deymiz. Chet elda qanday eng dangliq professorning kitobini o'qisangiz, eng shu bir oddiy shaklda bizning so'zimiz bo'yicha dehon tili bilan darhol odam o'qib tushunadigan qilib yozadi. Uni har qanday bir odam o'qisa nihoyat suyunib o'qiydi. Ham shu xil uslubni aytgan chaqda endi ma kitob ashuna ular o'xshab qolibdi-da, endi balkim Abduruslar Pandi o'zimi shu chet elningki hamda ba'zi bir kitoblarning yozilishi bu uslublardan o'rnak olgan bo'lishi mumkin. O'zimni hamda shu milliy egilikningki taraqqiyot uchun men to'p qo'shsam, chet elning bilimlarini o'rganish orqali mishaga tatbiqlasam, chet elning bilimlari bilan chet elning amaliyoti bilan men bir birlashtirsam deydigan orzusim bor o'xshaydi. Chet elningki shu savdo tijorat haqidagi 5 haqidagi nurg'un kitoblarni o'qisak, nihoyat oddiy.
naqlar nap beralaydi, naq vaqtning o'zida adamga nap beralaydi-da. Masalan, 5 dastur deymiz. Onundan boshqa dunyodagi eng ulug' mal sotquchi deymiz. Ondan baydadan, namrat adam qatorliq kitoblarni ko'pinchisi oddiy bo'lgan voqelik. Oddiy bo'lgan hikoyatlar orqali buningdan ma'lum bir iqtisodiy yakun chiqardi. Ma'lum bir amaliy yakun chiqardi. Unda bir alohida bo'lgan texnikaga tayanib chiqqan emas. Balki ideyaga tayanib chiqqan. Mening tijorat hikmatim samimiyat, harakat va o'rganishdan iborat. Abduruslan Apandi kitobingizning oxirida siz shu maxsus o'qirmanlardan fikr elish beti ajratibsiz. Shundaqla ama shu fikr elish betiga tushgan o'qirmanlarningki bu shaqtiki fikrlarini astoydil o'qib ma'lum qilganligingizni debsiz. Unda o'g'ani shu kitobingizni nashr qilgandan keyin sizningki siz kelgan shu fikr xotiringizga tushgan ammo shu o'qirmanlarningki yurak so'zlarini siz qanday sharhlab bera olasiz? Yani asosliq degan chog'da men birinchi nashrda bu kitobniki quruq kuchadagi quruq qo'l elliklarning hikoyalarini yozgan. O'xshamgan kasbdagi 5-6 aylarni ziyorat qilib. Ham bu Turpandan, Urumchidan, Qumuldan men bir qancha o'qirman telefon qilib, bu igilik quruq qo'l elliklarlar Shinjongning hamiyati bor tursa, siz Briyadilla mamni yozib qo'yibsiz. Vakil xarakterlik qilib hamiyatni yozsangiz texim yosh bo'lar ekan dedi. Shuning bilan men uni ikkinchi qatamliq nashrda cho'qim tuzda bu nurg'unlagan o'qirmanlarniki sadosi aks ettirib beribdi deb qarab o'zim ikkinchi nashrda Shinjongning har qaysi joylarini aylanib oldi keyin bo'lib 20 dak boyni ziyorat qilib shuning orasidan ham moddiy boylik va ham ma'naviy boylik va ashtaq boylarning tajribalarini hikoya qilib ratlab yozib 8 boynikini rasmiy kirgizdim bu kitobga. Bu badni tasdiq qilishimdagi sabab men tijorat bilan shug'ullanganlar endi 9 yil bo'ldi. Men texi endi raskatnasiga chog'da texi yetilish bosqichida. Bundaqsiga sharoitda yana nurg'un tijoratchi, korxonchilarniki o'zaro hamkorlashib, qo'llashib, mushu kitobni bundan keyin texmo mo'l mazmunli qilib, amaliy qo'llanishchan qilib chiqarishda yana hamkorlashga, yordamlashishga to'g'ri keldi. Umidim barliq mushu diyorimizdagi hamma tijoratchilar bir niyat, bir maqsadda samimiy bo'lib, o'zaro bir-birimizni qo'llasak, bizmi Yipak yo'ldagi burunqi madaniyatimizni qayta julalantirib, dunyo savdogarlari qatoridan bir o'rin olishga yordam bo'lsin degan niyatda. Ishkanlar eng yaxshi ko'radigan mush tijorat hikmatini men avval Mehmetjondan so'rab faqat. Chet elda shu 500 kuchlikka, 100 kuchlikka kirgan korxonalar deb sanaymiz endi. Ko'lam jihatdan, raqobat kuchi jihatdan. Bularning ko'p qismining shu darajaga yetishi ideyadan bo'lgan. Qanday desangiz, men avay dedim. Masalan, bizning boylik to'plash omillari nima? Degan chaqda fizikalik kuchimizmi? Yoki bo'lmasa hamma odamlarda umumyuzlik mavjud bo'lib turadigan aqliy mulkimizmi? Yoki bo'lmasa bizning kapitalimizmi? Hamda normal tijoratchilar bu uch xil omil hamsi bor. O'zining tajribasidan ozroq aqliy mulk shakllandi. Bilasizmi? Anadan keyin bularda kapital bor. Anadan keyin ular kech kunduz tirishib ishlaydigan fizikalik kuchimi bor. Lekin davomliq nima desa, bo'limi bizning milliy egilikda 10 milliondan yashaydigan 10 million go'yo bir o'tkaldak shuningga keladi, lekin o'timan desa, bir go'yo bir ko'rinmas bir cho'ng bir tog' bordak oldida. Ham buningdek asos sabab nimasi? Ikki xil to'saqqa duch keldi bu. Ham shu ko'lamdan sakrab o'timan deydi ekan, cho'qim texnika bo'lish kerak bo'ldi. Ham bizning milliy korxonalarda umumyuzlik texnika masalasi hamda nisbatan o'rtacha saviyada aytgan chog'da sal tuvan. Lekin texnikaga tayinib, men bir buzish xarakterlik foyda nisbatini yuqori ko'tarishni amalga oshirman deyish tas. Bu texnikaning ko'pinchilarining patenti bo'ldi, uni ustiga qo'lga olmoqmi qiyin va tas va qimmat. Shunga chet elning korxonalari o'xshash shu masalaga duch keldi. Lekin shu kuchli korxonalarning mutlaq ko'p qismi unda bir alohida bo'lgan texnikaga tayinib chiqqan emas. Balki ideyaga tayinib chiqqan. Ya'ni mening o'xshash tijoratni qilaman. Lekin men mayli mahsulotlar tovar nuqtasidan bo'lsin. Mayli bozordagi setish jarayonidagi, setishniki o'zimning mulozimat jarayonidagi bo'lamdi, bir uslubim jihatdan bo'lsin. Yoki hammamizda o'rtaq foydalanayotgan texnikaning ichidan bir yangilik yaratishdan bo'lsin. Yoki bir ijtimoiy aloqa to'rimdan bo'lsin.
yoki mening alayda bir boshquradigan ma'muriyatni boshquradigan iqtidorimdan bo'lsin, men cho'qim haqdan bir xil farqni yarataman. Yangi ideyani yarataman. Mush ideyarim orqali men bo'sish hosil qilman deymiz. Şoň chet elninki odatdagi bir moliya ko'rsak hisobotlarda ifodalanib chiqadigan tanlar asosan o'xshash. Sizning şirketingiz mening şirketimning tanlarga o'xshash. Lekin eng oxirdagi tafovut mening sizning alayda cho'ng. Unda shu o'ttirdagi bo'shliq, mush foydani mening foydamning nisbatining sizning foyda nisbatidan nayda zo'r bo'lib ketishini keltirib chiqargan bo'shliq ideyaning qiymati deymiz. Unda dal shu ideyadagi farq muhim. Shunga menga ham nisbatan cho'ng ta'sir qildigini, bizning milliy korxonalarga shuni tavsiya qildigini, mush yangilik yaratish ruhi, ideyani isloh qilib turish, mahsulotni yanglab turish va shuning bilan munosabatli bo'lgan tijorat jarayonidagi butun faoliyatlarda davomli yangilik yaratib turish, yangi ideyaga tayinishni tavsiya qilman. Ham bu so'zga o'zimning e'tiqodim bor. Demak, gapingizdan tijorat demak ideya demak degan bir ma'no chiqadi ekanda. Sizning yaxshi ko'radigan tijorat hikmati nima? Abdusapandi. Men o'zimniki tijorat hikmatini ham shu kitobning muqovasining keyniga yozib qo'ygan. Ya'ni shu samimiyat. Harakat. O'g'inish. Bundan samimiyat deyishimlik sabab biz tijoratni boshlagan chog'da cho'qim samimiy bo'lishimiz kerak. Tijoratning jarayonida, tijorat qilayotganda ham tijoratdan keyinmi cho'qim samimiy bo'lishimiz kerak. Harakat deyishimlik sabab harakat bizning shu tijorat bilan shug'ullanishimizdagi harakat barkat endi uyg'urlarning kendimizda harakat barkat. Bu harakat to'g'risida yurakning gupildishidan qadamning gusildishi ala degan bir hikmatli so'z bor. Men bu so'z mening qalbimga bak cho'nqur o'ylab ketgan. Shunga harakatni intayin muhim o'rin qo'yman. O'zim bir tijoratchi, men uchun hisobda o'g'inish mangulik bir majburiyat. Hozirgi o'zgarayotgan taraqqiy qilayotgan dunyoda biz bir kun o'g'inishni to'xtatib qo'ysak, bizning qilgan ishlarimiz to'xtab qoladi yoki chekinadi. Shunga o'g'inishni uzluksiz o'zligimizdan o'g'inib qat'iy davomlashtirishimiz kerak. Shunga mening tijorat hikmatim samimiyat, harakat va o'g'inishdan iborat. Shu jumlaga yig'inchoqlashga bo'ldi. Tijorat va hisobot masalasiga qiziqsanglar, Abdursul Tursunapandi yozgan Tijorat va hisobot nomli kitobga nazaringlarni og'dirib ko'ringlar. Bugungi suhbatimiz mushayat oxirlashdi. Navoda bir kitob, bir olam programmasini ko'rishni xohlasanglar, Xo'yi to'riga ma'lumot qilinglar. Sizlar Xo'yi to'ri orqali qonunimizning ko'rsatilayotgan barliq programmalarni bevosita ko'ra olasizlar.